Bugun 2025-yil 22-sentyabr 19-terimimizni qildik. Endi polyani o'zida video qilaman. 97 kilo chiqdi bugungisi. Past tomondan ekilgan pomidorning ichiga virus tushgandi. O'shaning orasiga ekilgan bodringlardan ham qo'shilib qoldi. Yaxshi, o'tdan ham yaxshi chiqyapti. Shuni hisobiga ham kunlik nimasi yaxshilashib qoldi. Bu o'sha virus bo'lgan pomidorlarimiz o'rniga ekilgan bodringlar mana. Holatlari mana shu zo'r. Bu simga yetgandan keyin yerda yotganda, videoda ko'rganlar bo'lsa, pomidorda videosida yerda yotganda simga yetgandan darajada bo'lgandan keyin shunday olib baylab qo'yganmiz. Shundan keyin mana bo'lgan holatlar. Narxlari bugungi ertalabki narxlar 7000 so'mdan bo'ldi. Endi biz o'zimizda Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanida bo'lgan narx. Endi biznikini shunaqa oldi. Biz endi optim bozorga olib bormaymiz. Klient o'ziga prama olib boramiz. Bugun optim mashinchadan narx bo'ldi deydi. Topshirib kelamiz. Bu 5 sotidagi bodringlarimiz. Asosan birinchi to'xtatgan nuqtalarimizdagi 90% tugadi. Bir xilgalarini qilib chirib qolganini hisobga olmasak, yaxshi, normalniy bo'ladi. Endi bu yog'i chiqayotgani hammasi bachkidan ketadi. Mana mashita ham, mana bunisi bachkidan chiqqan. Mana mashi ham yog'i tepasi bachkidan. Mana mash holatida ham mana mashita to'xtatilgan. O'suv nuqtasi yog'i sovutgani hosillar hammasi bachkidan sovutdi. Xudo xolisa 1-2 kunda bular ham yana yaxshilashib qoladi, o'z holiga kelib qoladi. Mana bu yoqdagilar ham ancha hosillari ko'rinib, oldinga qarab yuryapti. Kechaga endi ozuqa ham ozgincha yordam bergan. Mana shu holatlar endi bizda ham kuzatilyapti. Bitta ahamiyat bermaymiz. Bodring o'zi shunaqa narsa. Umri uzoq bo'lmaydi. O'shaning uchun ko'p ekkimiz kelmaydi, kam ekamiz, kamroq joyga ekamiz. Choy puli, non puli bo'lib turadi. Bunisi yaxshi, lekin narxi ham zo'r bo'lyapti. Mana kuzgusida o'tgan yil bahorga ekkanimizda yaxshi bo'ldi-yu, unchalik emas edi. Bu hozir ancha yaxshilashdi. Hosillari ham o'rtacha chiqdi, unaqa yomon emas, normalniy. Bu o'sha pomidorlarning ichiga, olasiga ekilgan bodringlar. Bitta buni ham o'suv nuqtasini to'xtatgandik. Mana bo'ylari mana shu simga yetgandan keyin nima qilganmiz? Tepaga olib baylagandik. Mana tepada qanaqa bo'ladi agar yaxshi, hamma narsa yetishmovchilik bo'lmasa, yaxshi bo'lsa, kamchiligi bo'lmasa mana shunaqa darajada bo'ladi. Xuddi simga uzunga o'xshab taraymiz dedimi? Nargi yerimiz o'zi boshida ham aytganman, slabey go'ng solganmiz. Ishlovlari, agrotexnikalari yaxshi bo'ladi har doim. Faqat shu yerda o'zi har bir charchagan yer bo'ladi. Dam olmaganligi uchun har xil hamma narsasini joy-joyida bersa ham baribir kamroq. Hosillari kamroq chiqadi. Palaklari zo'r bo'ladi. Suvlarni ham vaqtida beramiz, lekin hosili kam bo'ladi. Bu yoqdagi yerimiz bu yuvilgan, o'tgan yili kuzda yuvganmiz. Yuvilgan yer. Hosillari ham o'zi aytib turibdi. Bugun ancha ko'p terdik. Bugun 60
5 kilami terildi o'zi 750 ta ko'chat ekilgan. Unda ham hammasi yaxshi bo'lmagan. Pomidorlar orasida bitta bo'lib qolib ketganlari yaxshi bo'lmagan. Bu asosiy virus tushgan joyimiz. Mana shu yerga ko'proq ekilgan podrяд. Hosillari o'zi ham rosa solib yotibdi. Bodring nargi asosiy bodring ekkan joyimizda uni vakuum hisobida qilib yopib qo'yganmiz. Yaxshi issiqlik misol ushlash kerak o'zini. Bu yoqda hamma joy yopilmagan hali. Lekin o'shanda ham hosil solishlari, ushlashlari вообще zo'r. Hozircha zo'r ketyapti. Bu tomondan ham ko'rsatib o'taman.